La 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 la. Ko'lga boraylik. Nima bu? What the fuck, mashinami? Qanday mashina? Men mashinalarni rusumiga bormayman. Katta ko'l muzni ustida mashina nima qilyapti? Tez buni Ilyaga aytish kerak. Meni pravam ham yo'q haydashga. Ilya! Xo'sh, tak, ancha YouTube'ga video qo'ymayman debdi. Ilya! Kim bor? Eshigingni och. Hozir. Jitilma deysan. Bu yoqqa chiq, nima? Gapir. Bu yoqqa chiqqin. Gapir deyapman. Bu yoqqa chiq, xo'sh, hop. Ko'lni bo'yida mashina turibdi, yashil mashina. Men mashina rusumiga bormayman. Muzni ustida qaysi rahmat chiqib ketdi mashina. Da, hazillashmagin, da borib ko'r. Rostam, da, men ishlarim bor, mayli, charchama. Qarang, nalagan bo'lsin, peshinani olib tashlayman. Bo'pti. Nu, bola, mana jitlar hammasini kutsa bo'ladi. Mana bolalar bizda qoram yog'ib oldi. Tak, ishimni qilishga borishim kerak edi. Ko'rishapman. Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ilya bola yangi videoga xush kelibsizlar. Men ertalabda montajni tugatdim. Mana YouTube video qo'ydim, 5 kundan oshib ketibdi. Mayli. Ishqilib yangi yillarga video qo'yadim-da. Oxirgi video yangi yil videosi bo'ldi. Aktiv sal ko'tarildi. Hozir men tozalayman. Ana jinni jitlo ko'l bordi, bola o'sha muzlagan, o'sha mashina bor deb rostmi yolg'on mana hamma qor, hamma jitlo uyida. O'sha qishga anaqa kirib shapkalar kiygan sovuq bo'lgani uchun men ustimdagi o'zi normalniy. Xo'p, biz огородni tozalashimiz kerak. Xo'p, mana огородlarni tozalab olaman, keyin sekin borib ko'ramiz. Aslida o'zim ham yo'llarni tozalashim kerak. Qorlardan, borlikchi qaysi ahmoq bunaqa sovuqda muzga moshasi tashib ketadi. Ancha jitil yana prank qotadi. Prank qolgan o'sha gap. Siraz kirib dirsi olib tashlaymiz bo'ldi. Xo'p, tozalaymiz zamitli muzlagan bolalar. Voy onangni. Mayli, o'z sekin-sekin eryapti. Men qarab, bu yog'ini chopsam, bu yog'i kasal bo'ladi. Jonga tegdi, boshqa ish topishim kerak, огород bor. Xo'p. Yo'g'ini eridi. Oy, muzlayligini suv qara. Xullas bolalar, endi ko'proq videolar chiqadi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, podpishka qilsanglar, men bitam qorib ketdi. Tozalash kerak bu yerda ham. Xo'p, mana-ki, endi bu yoqqa kartoshka ekamiz. Ancha-muncha o'sar balkim. Bu yoqdan muzni erish kerak, aslida issiq suv yo'qda bolalar bizda endi nima qilamiz? Tag'arim, lekin albatta quduqdagi suv muzda bor. Men shunisiga hayron qoldim. Quduqdagi suv nimaga muzlamagan bilmayman. Xo'p, tak, bo'ldi, sabzi qo'ydik. Ana endi biz bularni mer tog'iga topshirib kelishimiz kerak. Xo'p. Xo'sh, merga topshirishga ana jitlar, boshqa shapkalar kiyib olib tak kiramiz. Assalomu alaykum meraka. Ila qandaysan? Yaxshi, men bu ikkilanib kelib nima qilay? Shu yerga qo'yib qo'yaman, men o'ziga bera qolaman. Mana-ki. Bitta oyligini erta-paytda beraman. Qishda oylik ko'proq kerak bo'ladi. Faqat tezroq bering, ko'proq yaxshi bo'lar. O'sha oylik bo'ladi-da. No'da menda problem bo'libdi, mashina ko'lda mashina bor ekanmish. Shitilayapti. Yana prank turda ish shuni bilmoqchiman. Bitta ana qorlarni tozalasam, shuni ko'rib kelib, "Belish qorlarni tozala." Oylik ko'paytiraman, mayli, bo'lib. Shu juda qiziq ketadi. Yo'l qiluvchi jitlar qayerga qarayapti? Bola hamma yoqda teshib yotibdi. Meniki daraxt ekib qo'ydik aytgancha bola. U uyimga remont qilganman, sezganlar mana. Yerda o'tiraman, yangi yil kuni yerda o'tirdim yangi yildan keyin. Hop, 2026-yil yaxshi yil mamlaktdan cho'tga qo'yib oldim. Hop, buni betga qo'yamiz. Qor tozalash kerak. Lapatkani olsam tez bo'larmi balkim. Da, let's go. Tak, men bunga xat bermayman. Bola jiyan keladi, jiyanchani qolib ketibdi. Men sumka kerak emas menga. Hop, let's go. Men mana shu yo'ldan tez tozalab tashlaymiz. Mana graviy o'sib ketdi-yu. Tez bola, tez tozalaymiz. O'zim yo'lni tozalab qo'ysam bo'ldi. Hamma o'zini yo'lini tozalaydi-da. Nima? Menga boshqa yo'l nafik ne nojin. To'g'rimi? To'g'ri. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, o'sha mashina o'z ko'rishib boraman. Qarang mashina ekan. Eng qizig'i, qaysi ahmoq bunaqa sovuqda mashina tashib ketadi yoqqa. Va kalti bormikan agar haydab ko'rardik, mayli. O'zi qiziq voqealar bo'ladi bizning qishloqda, bola bilasizlar o'zingizlar. Eski obunachim bo'lsa, biladi shu odam. Xo'p, bola, keyin bizning kanalda ko'p streamlar bor-da, shularga ham kirib turinglar. Streamlar bor, Telegram kanaliga tashlayapman. Telegram kanalimda yo'qlar, Telegram kanal описаниеda va kommentariyada bo'ladi, o'tib qo'yasizlar. Shuncha qor chiqdi. Bo'ldi, yetadi. Ancha tozaladim men bular. O'zinglar ko'rdinglar. Men bir narsa desa gapirasizlar. Hop. Nima qor nima qilamiz degan savol bor.
Mana bu yerda suvga tashlab yuboraylik, bolalar buni ana bu qilib erib ketadi. Da lavani suv qildim. Lavani ham qarasam, lava topaman, umuman lavalar qurib qopti sovuqda. Opshim, vulqonga olib kelish kerak. Vulqonga bordim, kelmaydi. Vulqon o'lib ketadi, vulqonga borsam kechuvda sal sovuq tuyulyapti meniki yo'qlik bo'ldi. Hoppa, anakay bo'ldi, chutga bo'ldi, yarashdim. Umbali sistemani belgilaylik. Kommentariyada hop, netga o'tib olamiz. Bu yerni qo'yib qo'yganim sababi kislorod bo'lib turadi. Hop, let's go. Biz endi boramiz. Mashina rostdan bormi, yo'qmi, buni isbotlaymiz hozir. Hayvonlar ko'payib ketdi-ku qishlog'imizga. Har xil o'simliklar. Bo'la ko'rasam, yer tusi ham Minecraft avtomatik qorga aylandi. La Jitil oldimapti bolalar. Umrida birinchi marta roz gapirdi. Bu mashina rusumi nima edi o'zim ham bilmayman-dash. Birinchi marta ko'rib turibman, kim mashinasi ekan, oy yomon zo'rg'anyapti, rostdan muz ustida. Bola ko'l muzlagan ko'rasizlarmi? O'tlar muzlayapti mana. Biz taraf ko'p muzlagan, sekin mana u muzlayapti hamma. Bu nima mashina bu? Rusumini bilmayman. Hamma mashina rusumi bormayman endi. Bu uchini unangni zo'rmi bo'lar bu? Eshik ochilarmi, o'zi sanab ko'ramiz. Xo'p, eshikka ochilmayapti-yu. O'zimizni ota-bobolarimiz qilgan usul ketdi. Tez uyga borib keldik, hop. Hop. Davola katmon bilan ochamiz. Endi katmon emas, endi bironta tig'li narsa olib kelaman-da, chiq ochamiz eshigini. Endi yangicha modelli mashina ekan, endi eshigini bizib-ha. Meniki emas u. Hop. Tak. Hop. Bekor qo'yibman, shu narsani qo'yib tiqilib bo'ldim. Xo'p, nima bilan ochsak bo'ladi? O'yla. Bolta, tig'linish, qilich. Qilich tig'li bo'ladi, tig'li narsa. Juda ham o'tkir qilich, qo'lga kesa olmasak bo'ladi. Let's go. Minecraftda mashinaning eshigini qilich bilan ochamiz bo'ladi. Respekt beringlar shu narsaga, respekt qo'yinglar. Edit qo'yinglar. Ana Minecraftda mashinaning eshigini qilich bilan ochgan birinchi o'yinchi deb. Hop, tak, hop, biz ochamiz shu eshigini. Endi qanday zavod qilaman bilmayman. Ko'ramiz, zavod bo'lar balkim. Hop, eshigini ochamiz. Muzda qo'ygan bo'lar rasmini. Hop, hoppa. Uy, ochildi bo'ldi. Shu joyga like bosinglar. Ochildi, hop, o'tirish kerak. Yo'q, zavod bo'ldi. Zavod bo'ldi. Konditsioner ishib ketdimi? Zavod bo'ldi. What the fuck? Zavod bo'ldi. Qanaqa zavod bo'ldi? Uchun bu avtomatik zavod, bu aqlli mashinaga, bu mashinaga qanday yuraylik? Yurdi. Ichida benzin bor ekan. Nima bo'la, yangi yilga menga qorni sovg'a bermagan-a? Yangi yilga sovg'a bermaganda, bu yil yaxshi bola bo'lgandi lekin. Qani hop sekin. Astalik bilan o sükun. Boş sükun. Unalarımı sekin. Hop. Mashina kimga kerak? Bolasizlar bilmaysizlar. Mashina tursin bola. Mashina men pravam yo'q bola. Mashina kimga bola? Betlan ko'rib chiqish kerak, bagaj narsa. Yo'q, bu avashchi katta mashina ekan. Necha kishi kerak menga qani? Tak 1 2 3 4 qani. O'ylab ekanlarga zo'r ekan bola. Sizlar bola bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar, mashina kimniki. Agar bola endi egasi yo'q ekan, meniki bo'ldi. Agar bola shu videoga yaxshi aktiv ko'rsatsalar, shu keyingi video mana shu mashinaga garaj quramiz bola. Men yo'qdi, endi bu meni mashina bola. Endi bu zavod bo'lib ketdi. Menimcha kaliti yo'q ekan. Bu kunimga zavod bo'lar ekan. Mana bu kalit asattirib olaman bola. Menga o'zim orqalariga o'tirib ko'rlik qani. Hoppa, yaxshi. Вообще mashina yoki vaqtinchalik bitta mana bu daraxt chopish yo'q, xato ish. Mashina uy orqasiga olib qo'ylik. Let's go. Hop, let's go. Uy orqasiga olib qo'yamiz. Sekin astalik bilan. Oy. Men uy orqasiga keldim. Aytdim, bu problem men. Bo'ladi, mashat bo'ladi. Bittasi, yo'q, yana bitta ota-bobolamiz qilgan ish. Qilich olamizda. Ana bo'la ochilmaydi, hech joyga ocholmaydi. Endi kaltasattirni shu turib bola. Xullas mashina meniki bo'ldi endi. Men so'rab yurmadim, aslida kimga deb baqirish kerak edi. Men so'rab yurmadim, mashina meniki bo'ldi. Xullas bola video shu joyda tugaydi. Hamma har videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Shu videoda zo'r aktiv ko'rsanglar, o'sha mashinani rusumini ham bilib kelaman va
nima demoqchiman, shu mashinaga garaj quramiz bolalarda. Men endi o'tirib montaj ishini qilishga mamnun, ssenariy yozishim kerak. Ssenariy, davay. Let's go. Hamma har do'stlar, salom alaykum. Bo'ldi, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Ha, kim ham aytdi? O'zimga narsa sotib qarang. O, chiroyli bo'ldi. Kitoblar ham turibdi. Plus bo'ldi, hamma xayr.